1-yanvardan O'zbekistonda bepul bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Qozog'istonda shaxsni tasdiqlovchi hujjat ID kartalar birinchi marta berilganda hamda amal qilish muddati tugagach almashtirilganda bepul beriladi. Bu haqda Sputnik xabar berdi. Keltirilishicha, 2026-yil 1-yanvardan Qozog'istonda oylik hisoblash ko'rsatkichi oxirgi 4325 tenge 8,3 AQSh dollariga ko'tariladi. 2025-yilda u 3932 tenge 7,6 dollarni tashkil etgach edi. Ko'pgina davlat xizmatlari va to'lovlari oxirgiga bog'liq bo'lganligi sababli ba'zi hujjatlarni qayta ishlash xarajatlari 10% ga oshadi. Ayni paytda kattalar uchun pasport qiymati 8 AQShni yoki 34600 tenge 66,8 dollar, bolalar uchun esa 4 AQShni yoki 17300 tenge 33,4 dollar turadi. Shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan tug'ilganlik haqida guvohnomalar ham 2026-yil 1-yanvardan boshlab bepul beriladi. Umuman olganda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning xorijiy narxi 0,2 AQSh yoki 865 tenge 1,6 dollar atrofida edi. Shuningdek, Qozog'iston pasporti global reytingida mustahkam o'rin etilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'istonda fuqarolari 79 davlatga vizasiz tashrif buyurishi imkoniyatiga ega deyiladi xabarda.